Bu videoda men OneBlock'ning ikkinchi qismini o'ynayman. Va qanaqa qiziqarli voqealar bo'lganini video davomida ko'rib tushuna olasizlar. Va nimalar bo'lganini qisqacha gapirib beraman. Bo'lish bo'yicha Guinnessning rekordlar kitobiga kiritdim. Va juda ham kuyib orolchalarga bordim. Qolganini esa video davomida tushuna olasizlar. Yo, WhatsApp, neger, bollo obunachilar. Bugun sizlar bilan birgalikda men Rafting Gamer va bugun biza OneBlock'ning ikkinchi qismini olamiz. Va biza videoni boshladik. Xo'sh, akalar, bizda nima bordi? Anchadan beri kirmaganimning esime chiqib ketdi. Normal narsalarimiz bor ekan. Oxirgi marta biza mana bu yerga keldik ekan. Mana bu yerda ancha narsalarni qazuvdik. Hozir yana qaziymiz. Ibi. Chumma. Ibi, voy. Nima bo'ldi? Qo'madimi? Voy. Nima bo'ldi endi akalar? Yomg'ir. Menimcha akalar, mayerdan chiqayotgan OneBlock'lar qolmadi. Gravel ekan bu. O'sha amına qilib qo'yamiz. Demak, qolmagan bo'lsa, bu yoqda endi foydasi yo'q. Bu yoqda buzib tashlaymiz. Xo'sh. Akalar, yana bitta narsa keyin. Sizlarga bu video yo'qotdimi? Agar yo'qotgan bo'lsa, kommentda o'zingizlar fikringizni yozib qoldiringlar. Yana nimalar qilaylik? Nima quraylik yoki bironta qiziqarli narsami, fermami? Albatta, bugungi rejada ferma bor, ferma quramiz biz hozir. Hozir meni qachon bo'lsa ham quramiz. No niyat bor. Mana bu uygacha hali kelmadikmi? Bu uyga kelgandik chog'i? Ha, kelgandik. Mana yoqqa narsa sinayapti. Yo'q, davom qilamiz endi buni. Boraylik oxirgacha. Ha, kelgandik chog'i bu yerga biz. Yo'q. Kelmaymizmi? Yo'q, o'tgan safar kelgandik mana. Ekran kitoblarni nima bergan endi tushundimmi akalar? Kitoblarni. Kitob joylari bor ekan. Chiroyli ekan lekin. Wow. Sandiqlar. Xo'sh, bizning nimalarimiz bor? Mana olib qo'yaylik. Buni sanalar solaylik. Obsidianimiz bor, yaqinda kerak bo'lsa portal quramiz. Narsa, xudo xolasa, barcha ishlarni xudo xolasa qilamiz. Xo'sh, yana ozgina qaziymiz akalar. Tushunmadimmi akalar? OneBlock'imiz buzildimi nima? Haq bildim. Men tushunmayapti. Bak bildim. Men tushunmayapti-ku. Vashi tushunmayman-da akalar. Nima bo'lyapti bu yerga? Ming bor uzr akalar, biron narsa yomon qo'ygan bo'lsa, mana o'tdi. Shu bir 5 litr qonimizdan kechaversanglar. Shira boralik chiqadi. Bu yer ishlamayapti ishni. Endi nima bo'ladi? Voy, uncha qiyin. O'ldi endi bu. U yerda boraylik, agar suv bo'lsa yashashimizga hay
narsalar yetarli bo'ladi. Nimaga desanglar, chunki suvdan ferma qursak bo'ladi, ekinlarni o'stirib, oziq-ovqat olsak bo'ladi. Hayvonlarimiz ham bor, ularni ko'paytirib ham go'sht olsak bo'ladi. Hozircha mayli. Voy. Qani ibi. Ko'proq blogerlar qo'limizga kel. Buni qo'limga mana. O'tirgan holda tushib ketdim. O'tirganni kichkina beryapmanmi deydi. O'tirganimni kichkina ko'rinyapmanmi deyman. O'tirganimga kichkina ko'rinyapmanmi deyman. O'tirganimga kichkina ko'rinyapmanmi deyman. U yerda lava bor chog'i, yorug'lik kelyapti uch tarafdan. Yes, yotoq bor ekan. Wow. Bu yerda ham zo'r narsalar bor ekan, juda ham yaxshi. Tik. Qayerlardadir ruda ko'rgandim men. Mana bu ekan. Xo'sh. Bugungi rejalarimiz normal ketyapti, faqat shu bamblok ishlamayapti. Bundagidan ham bir narsa bormi? Ana yaptı. Qiziq endi. Nimaga? Shuni sindirib chiqmaymiz. Ya qiziq tushga tushamiz, qana chiqamiz. Lekin boshlaymiz. A few moments later. 2 hours later. Karat basın ulaşamız. Şöyle maylı hay. Parazit. Simma. En qiziq karat bor ekan, men uxlama. Hayır. Akalar menimcha bugun men mayda o'lish bo'yicha dunyo rekordini qo'ydim men. Necha marta o'lgam kommentda yozib. Voy xudo. Necha marta o'lgam kommentda yozib qoldiringlar. Borgancha ham o'lib ketaman ustalik. Oradan kravatimizni olamiz-da, bu uxlamaymiz. Kravat olib boshqa ketamiz. Endi nima kerak bizga? Mana bu kerak. Xo'sh, yana kerak. Men kalasam olalaylar hay. Qiziq-da. Bu ham kerak. Sunduk kerak emas o'shim. Chip bo'lsa bo'ladi, hab yo'q. Tilla krasota uchun tursin, hay. Chiroy uchun. Ketdik. Uxlaymiz. Mana 3-kunimiz ham o'z nihoyasiga yetdi akalar. Yes, endi kechasi maza uxlaymiz-da. Kechasi bilan sanma yurmaymiz tentirab. Endi biz ketdik. Yaqinlashib qolamiz.
Va nihoyat akalar, o'shani yo'ldagi kichkina orolchaga yetib keldik. Menimcha bunga ham blok ishlamayapti. Hozir aytdim ishlamayapti bunga ham. Ketdik akalar. Va akalar bu yerga ham va nihoyat yetib keldik. Yo'q. Bu yerda Ender portal bor ekan. Bularchi nima bor ekan? Qarachi. Bunisiga nima bor? Bunga tirmab chiqsa bilaman. Mana shu chiqaylik chakalar. Nima uzoq ketyapman men. Endi shunga tepaga chiqdik, endi qanaqa qilamiz yo'q. Voy. Voy. Suv bor ekan. Suv bor demak toshimiz VIP. Xo'sh. Bo'ldik. Ishma yo'q bunachaga. Endi buni oddiy kirka bilan sindirib bo'lmaydi. Acha o'jarlikcha. Menimcha normal narsa bor. Manimcha akalar Ender portalga kirish vaqti keldi. Suv bor ekan, hay. Men sizlarga va'da beraman akalar. Bu 100 talik keyingi videoda biza cheksiz tosh konni quramiz. Va'da beraman, chunki videomiz ham normalcha vaqt bo'lib qopti. Bu videoda biz nima qildik? Yangi 4 ta orolga sayohat qildik, cho'l zonasiga va Ender joyiga bordik, yondagi va kichkina orolchalarga. Unga katta ish qilganimiz ham yo'q va eng asosiysi dunyo rekordini ko'p bo'lish bo'yicha 5 marta, 6 marta o'lib ketdim. Ya'ni yozib qoldiringlar. Va ana nechinchisi? Xo'sh, mayli akalar, joningiz sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha albatta kanalga obuna bo'linglar va o'z fikrlaringizni komment yozib qoldiringlar. 5 ta like bo'lgandan so'ng, 5 dona like bo'lgandan so'ng men keyingi davomini chiqaraman. Ya'ni Van Blockning 3-qismini 5 ta emas, mayli 10 ta like qilaylik. 10 ta like qilganimizdan so'ng bu videoni keyingi qismini chiqaramiz. Mana, o'sib ham chiqdi bu taraf. Mayli akalar, keyingi videolarda ko'rishguncha. Ciao.